bu ikki harvaga yaxshiroq qarang. Biri sizning uyingizdagiga o'xshaydigan yengil, har vaqt bolangiz men tushuma, o'zim mangaman deb tipirlaydigan odatdagi harva. Yana biri bo'lsa, bir umr shu harvaga bog'langan. Mengish u yoqda tursin, o'zini tutishga amalsiz qolgan bir go'dakning meyib harvasi. Bu ikki harva orasida shundoq bir orliq borki, uni faqat birli so'z bilan tasvirlash to'g'ri kelsa, men uni ne'mat so'zi bilan tasvirlayman. Siz balangizning uy ichida yugurib yurib, uyni qalaymagan qilganidan, kiyimlarini kir qilganidan yoki tinimsiz savol so'raganlardan zerikayotgan bo'lishingiz mumkin. Ammo shuni unutmangki, dunyoning bir bo'lingida yana bir ota, bir ona bor. Ular balasining bir qitim bo'lsin uy ichida yugurib mengishi uchun butun borliqini berishga tayyor. Ular balasining bir qitim bo'lsin dada, apa, men o'zim mangaman deyishini zar bilan kutyapti. Uyingizdagi shu balangizning vichirlashlari varang-churung emas, balki bir jannatning sadosidir. Sizning charchash deb his qilganingiz minglagan kishi arzu qilib yetolmayotgan bir baxtdir. Sog'lom bolaning harvasidan yiqilib tushib ketishi bir hodisa. Ammo meyib bolaning shu harvadan hech qachon tushanmasligi bir taqdirdir. Sizning bolangizning kiyimidagi to'pchanglar uning erkin, sog'lom, kuchli ekanligining bir isboti. Qadrlik ota-onalar, balangizning qo'lidan tutib mengayotganda, uning chaqchaqlaridan kulib, uning harmay yugurgan qadamlariga shukr qiling. Shu ikkinchi harvini ko'rganda yurgingiz bir qitim alhamdulillah desin. Yana bir qitim balangiz uyini qalaymagan qilganda yoki qiyochiya qilib beshingizni og'ritganda, uni ochiq bilan emas, mehr bilan quchoqlang. Shukr qiling. Chunki shukr qilmagan ne'mat yo'qab ketadi. Bu dunyodagi eng cho'ng boylik balangizning sizga qarab yugurib kelishidir. Bu boylikning qadrini uni yo'qotgandan keyin emas, bugun bilan. Birinchi harva balamni dunyoga tonishtirish uchun bo'lsa, ikkinchi harva dunyoni menga tonishtirish uchun ekan. Biri bilan men dunyoning lazzatlarini ko'rsam, yana biri bilan inson bo'lishning, mehribon bo'lishning va haqiqiy suyishning nima ekanligini o'rgandim. Bugun uyimning bir bo'lingida turgan bu ikki harvaga qarab, butun hayotimning ma'nosini qaytadan his qildim. Sirtdan qaraganda bular faqat 4 chaqliq bir qoral bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo men uchun bular ikki xil dunyo, ikki xil mas'uliyat va bir yurakdagi ikki cho'ng sinoqdir. Birinchi harvaga qaraganimda ko'z oldimda balamning kelgusidagi bas-basti yugurishlari, maktab ko'chalaridagi shodliqlari, dunyoning har bir bulunga yetib bora oladigan erkin qadamlar gavdalandi. Bu harva menga umidni, olg'a besishni asıltıdı. Onu ittiriyotganda bo'lsa, go'yo butun dunyoning shavqun surallik go'zalligi qarab ketayotgandek his qilaman. Ammo ikkinchi harvaga qaraganimda dunyo birdam sukutga cho'madi. Bu harva eg'ir. Chunki uningda faqat bir bolaning tiniqi emas, balki bir dadaning cheksiz sabri, yana bir onaning kechilardagi duosi va taqdirga bo'lgan shukri bor. Bu harva meni to'xtashqa, tafakkur qilishqa, mehrning eng yuqori cheklarini his qilishga majburlaydi. Bu harvaning chaqlari asta aylanishi mumkin. Ammo u mening ruhiyatimni boshqa har qanday kuchdan tez yuksaltirdi. Ey mehribon Allah, sen sinoqni so'ygan bandalaringga bersan. Bu eg'ir harvini ittirayotgan, kechilarni duo
Күндүзләрне сәбір белән өткізіп атқан ата-аналарның қалбиге сәкинә вә арамлық бәгін. Ularning jismiga quvvat, ruhiga nur, sabrga cheksiz ajr ato qilgan. Ularning ashu kichikkina tiniqlardan topgan ma'naviy kuchini jannatning ochqich qilib bergan. Bu balalarni ular uchun dunyoda rahmat, oxiratda shafoatchi qilgan. Har bir qiyinchilikning orqasiga yushiringan buyuk mukofotlarni ularga ko'rsatgan va yukini yeniq qilgan.